Bugundan boshlab ozish uchun dietalarni, qattiq sport mashg'ulotlari va kam ovqatlanishni to'xtating, sababi bularning hech qaysi biri sizni ozishingizga yordam bermaydi. Assalomu alaykum. Bugungi videoyimda sizga qanaqa qilib 50 kilogramgacha ortiqcha vazningizdan bir umrga qayta semirmaydigan bo'lib ozishni o'rgataman. Va bugungi darsim hammaga to'g'ri keladi. Deyarli hammaga. Ayollarga ham, erkaklarga ham, yosh bolalarga ham, yosh kattalarga ham hammaga to'g'ri keladi. Hattoki sizni ozish uchun umuman vaqtingiz bo'lmasa ham yoki ishda o'tirib ishlaydigan bo'lsangiz ham, bu o'rgatadiganlarim sizdan umuman vaqt talab qilmaydi. Va ko'p ayollar o'sha tug'ilgandan keyin semirib ketadi. Har 3 ta ayoldan 2 tasi imminni tug'ilgandan keyin semirib ketadi, qorni chiqib ketadi, qorni osilib ketadi. Shaxsan o'zimda ham shunaqa muammolar bo'lgan va bugungi darsimizdan keyin siz o'sha tug'ilgandan keyin semirib ketgan bo'lsangiz ham tez fursatda ozishni o'rganib olasiz va hamma narsalarni qilib ko'rib, hamma ozish usullari, hamma har xil dietalarni qilib ko'rib, lekin o'zi xohlagandek natijani olmaganlarga ham bugungi darsimiz juda ham zo'r foyda beradi va genida semizligi bor insonlar, ya'ni otangiz taraf, onangiz taraf ham hamma semiz bo'lsa, amma xolalaringiz, tog'a amakilaringiz ham semiz bo'ladigan bo'lsa va sizda ham semizlikka moyillik bor bo'ladigan bo'lsa ham, bugungi darsimiz orqali shu aktiv genimizni qanaqa qilib passiv qilishni o'rgataman va ayniqsa o'sha ortiqcha vazn sababli ibodatlarda qiynaladigan insonlarga va katta o'sha qorni shishib ketgan, qorni osilib ketgan insonlarga ham bugungi darsimiz orqali qanaqa qilib qorningizdagi yog'lardan 2 baravardan hattoki 10 baravargacha tez oson qutulishni hammasini o'rgataman. Xo'p, kelinglar o'zimni tanishtirib o'taman. Meni ismim Barnoz Suleymanova, 32 yoshdaman. Aynan dietologiya yo'nalishida 10 yildan beri ish faoliyatimni yuritib kelyapman. Endi ma'lumotimga keladigan bo'lsak, meni ma'lumotim 3 marta oliy, ya'ni birinchi oliy ma'lumotim bu O'zbekiston Milliy universiteti biologiya fakulteti biotexnologiya yo'nalishida grant asosida o'qib bitirganman. Bitirgan yilimni o'zidayoq Toshkent vrachlar malaka oshirish institutida klinik diagnostika laboratoriyasini tamomlaganman. Birinchi mutaxassisligim, demak, vrach laborantman. Qaysidir muddat, qisqa muddat bo'lsa ham laboratoriyada vrach laborant bo'lib ham ishlaganman. Lekin meni yoshligimdagi orzuyim, maqsadim bu albatta vrach bo'lishni juda ham xohlaganman. Vrach ham o'sha xirurg bo'lishni juda ham xohlaganman. Lekin ozgina shu oilaviy sharoit, ya'ni oilaviy sharoitda emas, juda ham yosh turmushga chiqqanim hisobiga ota-onam qiynalmasdan shu meditsinskida emas, o'sha meditsinaga yaqin bo'lgan biofakda o'qigin deb maslahat berishgan. No, baribirga ham ichimdagi o'sha orzuyim, maqsadim men tinch qo'ymagan va shuni hisobiga men yana boshidan birinchi kurs bakalavrdan Rossiyaga borib, Rossiyaning Novosibirsk shahridagi Novosibirsk davlat tibbiyot universitetida davolash fakultetida tahsil olganman. Demak, qarshingizda shifokor, 3 marta oliy ma'lumotga ega bo'lgan shifokor dietolog bugun sizga dars o'tadi. Bundan tashqari O'zbekistonga birinchi bo'lib keto dietani olib kirganman. Bundan 8-10 yil oldin keto dieta nimaligini hech kim bilmagan. To'g'risini aytaman, keto dietani O'zbekistonga olib kirishim men uchun qaysidir ma'noda sal qiyinroq bo'lgan. Chunki odamlarning mana shunaqa fikri bo'lgan, yog' semirtiradi, ozish uchun parlangan, dimlangan, kam kaloriyali ovqatlarni yesamgina ozaman deb o'ylashgan va o'sha yillar davomida, 100 yillar davomida shunaqa fikrda o'tirgan insonlarni fikrini o'zgartirish, ovqatlanishga bo'lgan ilmini oshirish to'g'risi o'sha sal qiyinroq bo'lgan. Keto dietani olib kirganman, insonlarga o'rgatganman. Agar siz keto dieta qiladigan bo'lsangiz, agar siz yog'li ovqatlanadigan bo'lsangiz,
Qolgan dietalarga qaraganda siz 2-3 undan ham ko'p barobar ozasiz, eng asosiysi qiynalmaysiz degan narsani tushuntirish qiyin bo'lgan, lekin kim mana aytganlarimni qilgan bo'lsa, juda ham kam vaqt davomida katta natijalarga erishgan va natijalarga erishgan odamlarning orasida shunaqangi keto dieta ommalashib ketgan va shuni hisobiga ham o'sha O'zbekistonda va qo'shni davlatlarda ham o'sha keto dieta juda ham keng tarqalib ketgan. Undan tashqari Organic House magazinni asoschilaridan biri hisoblanaman. Magazinimizda faqatgina organik bo'lgan, tabiiy bo'lgan mahsulotlar va eng yaxshi ishlaydigan vitamin qo'shimchalari ham bor. Xo'p, 10 yildan beri aytib o'tganimdek, aynan shu dietologiya sohasidaman. Shu 10 yillik ish faoliyatim davomida 40 mingdan ortiq insonlarni, bemorlarimni, o'quvchilarimni aynan ortiqcha vazn, semizlikdan kelib chiqadigan muammo, kasalliklardan qutulishligiga sababchi bo'lganman va 500 dan ortiq ancha yillardan beri, hattoki 17 yil davomida homilador bo'la olmagan ayollarga ham aynan shu ozish orqali, gormonlarini to'g'rilash orqali, ichki organlarning faoliyatini, jinsiy organlarning faoliyatini yaxshilash orqali homilador bo'lishligiga sababchi bo'lib kelyapman. Endi menga aytishsa, bundan 12 yil oldinga qaytadigan bo'lsang, agar menda o'sha 12 yil oldingi 105 kiloyim bo'lganda, men birinchilardan bo'lib mana shu videoni, mana shu darslikni ko'rgan bo'lardim. Sababi o'zimda ham ortiqcha vazn bo'lgan, men ham ozish uchun kaloriya hisoblaganman, har xil usullarni qilib ko'rganman, qaysidirlarda natija olganman, natija olganlarimda sog'lig'imni yo'qotganman. Xullas, agar hozir men 105 kiloda bo'lib qolganimda, mana shu videoni ko'rardim va sizga o'xshab qiynalmasdan hamma oson ozish usullarini o'rganib olardim, srazu praktika qilardim va qiynalmasdan o'sha 2-3 barobarga tez va oson ozib, chiroyli qomatga ega bo'lgan bo'lar edim. Endi tez va oson ozish deganda nimani tushunishimiz kerak? Ozish degani bu sog'lomlashish degani. Ozish degani bu gormonlarni to'g'rilanishi degani, chunki bizani butun tanamizni gormonlar boshqaradi. Agar biz qancha harakat qilsak ham, o'sha gormon bilan davolaymizmi yoki qanaqadir usullar bilan to'g'rilashga harakat qilsak ham, baribir ham bu vaqtinchalik narsa bo'ladi. Haqiqatda vaqtinchalik narsa bo'ladi. Lekin biz ozadigan bo'lsak, sog'lom, sifatli ozadigan bo'lsak, sama-saboy gormonlar sekin normaga keladi. Va bugungi darsimizda ham sizga qanaqa qilib ozish orqali gormonlarni to'g'irlash va gormonlarni to'g'irlash orqali kundalik ovqatlarimizni iste'mol qilib turib tez, oson ozish yo'llarini o'rgataman. Endi semizlikdan qutulish uchun o'zi 6 ta asosiy qadam bor. Hozir bularni har bittasini birma-bir sizga tushuntiraman. Birinchisi bu semizligingiz nima sababdan o'zi kelib chiqyapti, shuni aniqlab olish kerak bo'ladi. Bu eng muhimi hisoblanadi. Hozirda necha kilosiz? 70 kilomisiz, 80, 90, 100, 100 plusmisiz? Mana shu vazn qo'shishiga, organizmingizda vazn yig'ilishiga asosiy sabab bor. Agar shu asosiy sababni siz aniqlamasdan turib, bu yoqda o'sha dieta qilasizmi, och yugurasizmi, sport bilan shug'ullanasizmi, bu baribirga ham o'sha muammo topilmaganini hisobiga qilganlaringiz bu vaqtinchalik narsa bo'ladi. Buni to'xtatasiz, yana semiraverasiz. Shuning uchun mana bu ustidagi narsani qilishdan oldin ildizini topish va unga ikkinchi qadamda yechim berish kerak bo'ladi. Agar siz muammoni ildizini aniqlab, muammoni ildizi bilan hal qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Ham shu yoshligingizda xohlaganingizcha yegansiz-ku, xuddi shunaqa xohlaganingizcha yesangiz ham, ichsangiz ham, kundalik ovqatlaringizda ratsioningizda yursangiz ham, sizda o'sha vazn qo'shish holati bo'lmaydi. Va bunda albatta gormonlarimizni ishlashi ham katta ahamiyatga ega. Gormonlarimizni bizani aytib o'tganimdek, hamma organizmimizni boshqaradi. Shuning uchun eng avvalo biz shu gormonlarimizni
to'g'rilab olishimiz, normaga keltirishimiz, shunaqa gormonlar bor, faqat yog' yog'adigan. Shunaqa gormonlar bor, faqatgina yog' yoqadigan. Mana shularni hammasini balansga keltirib oladigan bo'lsak, bo'ldi. Organizmimizni ozishga avtomatlashtiriladi. Ya'ni ozish rejimiga tushib oladi. Mana shu tushib oladigan, mana shu xuddi svetga o'xshab включатель bo'ladi-yu, yoqish o'chirishchi. Biz o'sha ozish rejimiga tushib oladigan bo'lsak, bo'ldi. Gormonlar yaxshi ishlasa, bu yoqda yog' to'playdigan gormon normada ishlayapti, yog'laringiz to'planmaydi. Bu yoqda bo'lsa, yog'laringizni eritib beradigan, yog'laringizni yoqib beradigan gormonni olib chiqish orqali yegan ichgan mahsulotlaringiz, yog'laringiz faqatgina erishni boshlaydi. Xo'p, keyingisi bu albatta ichki organlarimizni tozalash. Tozalash bo'lmaguncha natija hech qachon bo'lmaydi. Siz bu yoqda analiz topshirdingiz birinchi qadamda va shu muammoyingizga lecheniyalar olasiz. Lecheniyalar olasiz, balki sizda kuchli yetishmovchiliklar bordir, boshqa bordir. Qancha dori ichyapsiz, vitaminlar yoki sizga imенно to'g'ri keladigan o'sha oqsilga boy, o'ziga to'g'ri keladigan ovqatlanishda ovqatlanyapsiz, lekin organizmingiz, ayniqsa ichiklaringizda bakteriyalar, mikroorganizmlar, zamburug'lar ko'payib yotgan bo'lsa, qo'pol qilib aytganimda, musorlar, shlaklar, toksinlar ichiklaringizda to'la bo'ladigan bo'lsa, yegan ichganlaringiz u so'rilmaydi. Nabarot, o'sha ichadigan vitaminlaringiz ham, yegan ichgan mahsulotlaringizdagi vitamin qo'shimchalar ham hammasi sizni o'sha yetishmovchiligingizni to'ldirishga emas, balki ichiklaringizdagi o'sha barcha bakteriya, mikroorganizmlarni oziqlantiradi. O'shaning uchun bu eng muhimi hisoblanadi. Keyin ozish uchun bitta narsani tushunib olinglar. Ozish uchun kam kaloriyali ovqatlanishingiz kerak emas. Parlangan, dimlangan ovqatlanishingiz ham kerak emas. Chunki qancha siz yog'siz ovqatlanadigan bo'lsangiz, bu aksincha ozishingizga emas, semirishingizga sabab bo'ladi. Sog'lomlashishingizga emas, balki ichki organlaringizni kasalliklariga olib keladi. Bittagina yog'siz ovqatlanishingiz o't qopingizdagi o'tni dimlanishiga, keyinchalik poliplarni, toshlarni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun yog'larni normalniy yeyishimiz kerak. Yog'larni ozishda ahamiyati juda katta. Misol uchun men hozir ham mana shu videoni olishdan oldin uyimda o'tirib, nonlarni olib, unga ustiga yaxshilab toplённый maslolarni, sariyog'larni surib, yeb ichib kelyapman. Va mana shu yegan o'sha nonim bilan, o'sha yog'im bilan men kun davomida kuchda, quvvatda, energiyada yuraman. Va bugungi darsimizda ham aynan qanaqa qilib yog'liqqina ovqatlanib turib, mendagi hech bo'lmaganda energiyada ozg'in chiroyli bo'lib yurishni o'rgataman. 6-chi eng oxirgi qadam bo'lsa, bu yetishmovchilik. O'zingiz o'ylashingiz mumkin, qanaqa qilib yetishmovchiliklar bizani o'sha semirishimizga sabab bo'ladi deydigan bo'lsangiz, haqiqatda siz agar yetishmovchiliklar, anemiya bo'ladigan bo'lsangiz ham semirasiz yoki element yetishmasa ham sizda doimiy o'sha shirinliklarga, uglevodlarga bo'lgan xohish ortib ketaveradi. Natijada semiraverasiz. Mana shu 6 ta qadamni hozir bugungi darsimizda o'rgataman va bundan tashqari sizga men zo'r sovg'ani tayyorlab qo'yganman. Bunaqa sovg'ani menimcha hech qayerda ko'rmagansiz, eshitmagansiz. Faqatgina siz uchun kim shu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'radigan bo'lsa, yaxshi o'qigan o'sha kuzatuvchilarimga maxsus men uxlab turib ozish kursimni shundoq sovg'a qilaman. Mazza, bu videoni olasiz, ko'rasiz. Erta men qanaqa qilib uxlab turib kuniga 200 gramdan 500 gramgacha hech narsa, na dieta qilasiz, na sport bilan shug'ullanasiz, hech qanaqa harakatlarsiz kuniga 200 gramdan 500 gramgacha vazn tashlashni o'rgatganman. Bu darsni olasiz, faqatgina qilishingizni o'zidayoq ertadan boshlaydigan bo'lsangiz, demak haftasiga hattoki 3,5 kilo ham vazn tashlasangiz bo'ladi. Buni aytdim, buni oxirida beraman. Endi asosiy darsimizni boshlasak bo'ladi. Nimaga hamma ozishni boshlagan insonlardan 90% yarim yo'lda tashab qo'yadi. Oxirigacha yetib bormaydi. Buni mana shu o'sha 10 yillik tajribam davomida o'zimning fikrim
ikkita narsaga bog'liq. Birinchisi o'sha aytganimdek, hamma ozishni boshlaydi, lekin natijaga atigi o'sha 5% dan 10% gina inson yetib boradi. 100 ta odam bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 5 tasi, 10 tasi natijaga erishadi. Nimaga? Sababi o'sha semizlikni keltirib chiqazayotgan muammoni hali aytib o'tdim-ku. Nimaga semiryapsiz? Gormondanmi, yetishmovchilikdanmi, boshqadanmi aniqlamasdan turib, qo'ni-qo'shnisi, yaqin birodari aytgan har xil ozish usullarini yoki ochliklarni qilib yuzaki yuraveradi va natijada mana bu muammo, semirishingiz sababi muammo turavergandan keyin siz uzoq vaqt birinchidan mana bu dietani qila olmaysiz. To'xtatganingizdan keyin muammo hal bo'lmaganini hisobiga siz yana vazn qo'shib boraverasiz. Endi misol tariqasida aytadigan bo'lsam, men 105 kiloda bo'lganman va o'sha 105 kiloda bo'lgan paytimda nima sababdan shunchalik semirib ketganimni aniqlashni boshlagan paytimda menda ham kuchli gormonal o'zgarishlar bor ekan. Yog'i to'playdigan gormonim 3 baravarga oshib ketgan ekan va o'sha gormonimni ham oshib ketishiga sabab bo'lgan narsa bu ichiklarimdan ekan. Ya'ni zamburug'lar, o'sha bakteriyalar, mikroorganizmlar juda ham ko'payib ketgan ekan. Shu sababdan men ularning oziqasi shakar mahsulotlari, uglevodlar-ku, xuddi gamburger, lavashlarni yeyverganman, ularning oziqasini beraverganman, ular ko'payib boravergan, har yeganimni hisobiga yog'i to'playdigan gormon oshavergan. Men ham shu muammoni birinchi bo'lib ildizini hal qilganimdan keyin, menda o'shandan keyin ozish jarayoni boshlangan. Birinchi navbatda men o'sha barcha zamburug'larimni, o'sha mikroorganizm, bakteriyalarimni yo'q qilganman. Undan keyin shakarga bo'lgan, shirinlikka bo'lgan xohishim yo'qolgan. Va undan keyin men shirinlik yevermaganimdan keyin o'sha yog'i to'playdigan gormonim sekin-sekin normaga tushgan va men kundalik ratsionimda, kundalik ovqatlanishimda davom etganman. Natijada men o'sha qiynalmasdan hozirgi holatim, ya'ni 58 kilogacha tushib olganman. Xuddi shunaqa narsa odamlar ham oxirgacha borish uchun muammoni ildizini aniqlab olish kerak. Menda shunaqa bo'lgan. Semirishim sababi ichiklarim va gormonlarimdan bo'lgan. Balki sizni o'sha ichki organlaringizdan bo'lishi mumkin. Hammada har xil bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa, bu o'ziga to'g'ri kelmaydigan dietani tanlashligida. Ko'pchilik o'sha ozaman deb o'sha nima deydi, grechka bilan qatu yoki kam kaloriyali tovuqni go'shti bilan bodring, qaynatma sho'rvalar shu kabi kam kaloriyali ovqatlarni yeb turib ozaman deb boshlashadi. To'g'ri, agar buni siz davomiy qiladigan bo'lsangiz, balki ozishingiz mumkin. Lekin siz 30 yil davomida 30 yoshda bo'lsangiz yoki 40 misiz, 50 misiz, 60 yoshdamisiz, shu yoshingizgacha siz bunaqa ovqatlanishda yurmagansiz. Tabiiyki, sizni organizmingiz qanaqa ovqatlarga o'rgangan bo'lsa, shu narsani talab qiladi. Siz majburlab 3 kun, 7 kun, balki shunaqa kaloriyasi kam bo'lgan ovqatlarni yersiz. Lekin bu dietani to'xtatganingizdan keyin yana sizda o'sha ozish emas, balki qayta semirish bo'laveradi. Misol tariqasida aytaman, bu o'sha sport bilan dieta. Sport bilan dieta qiladigan bo'lsangiz-da, ozasiz, yaxshi ozasiz. Nimani hisobiga? Siz juda ham kam kaloriya, ya'ni kam energiya olasiz ovqatlardan. Misol uchun kuniga 1000 kaloriya ovqatlanasiz. 1000 kaloriya kamdan juda ham yog'i kam bo'lgan ovqatlarni 1000 kaloriyada iste'mol qilasiz. Va uni ketkizish uchun siz sport bilan shug'ullanasiz, ya'ni energiya sarflaysiz. Olgan energiyangizni 1000 kaloriya olayotgan bo'lsangiz, o'shani ko'proq qilib sarflaysiz. Lekin bitta narsa, misol uchun sport zalda siz tinmasdan yugurib, kardiolar qilib, toshlarni ko'targan paytingizda 1 soat to'xtovsiz shug'ullanganingizda uzog'i bilan 400 kilokaloriya yo'qotasiz. Kun davomida yetishmovchilikda kam ovqatlanib turib 1000 kaloriya olasiz, lekin qiynalib sport bilan shug'ullanib 400 kilokaloriyagina yo'qota olasiz. Va agar siz doimiy sport bilan shug'ullanmagan inson bo'lsangiz, juda katta ehtimolda siz hattoki 1 soat ham sport bilan shug'ullana olmasligingiz mumkin. Bu usul, demak,
to'g'ri kelmaydi, chunki doimiy parlangan ovqatlanib turib juda ham ko'p jismoniy harakatlar bilan energiyangizni sarflolmaysiz. Bu sizga to'g'ri kelmaydi. Yoki har kuni uzoq vaqt shug'ullanishingizga to'g'ri keladi. Demak, bu ozish uchun eng qiyin yo'l. Xo'p, endi tez va oson ozish uchun eng muhim bo'lgan narsa bu albatta muammoni ildizini topish. Xo'p, endi muammongizni qanaqa aniqlash mumkin? Muammoni aniqlashda bir necha usullari bor. Xo'p, misol uchun yoshingiz nechida, qanaqa kasalliklaringiz bor, kuniga necha mahal ovqatlanasiz, asablaringiz qanaqa, zararli odatlaringiz bormi? Muammolaringiz, bezovtaliklaringiz, o'zi qachondan boshlab vazn qo'shishni boshladingiz, uyqungiz qanaqa, o'zi ozish uchun nimalar qilib ko'rgansiz? Shunaqa birlamchi savol orqali sizdagi o'sha muammoni aniqlasa bo'ladi. Va bundan ham chuqurroq sizdagi muammoni aniqlash uchun o'zi sizni ko'rish kerak. Ya'ni sizni tashqi ko'rinishingiz, sizni klinikangizni ko'riladigan bo'lsa, o'sha tashqi ko'rinishingiz orqali ham yana ham chuqurroq sizdagi muammoni aniqlash mumkin. Misol uchun, sochlaringiz yog'lanadigan, qazg'oq bo'ladigan bo'lsa, demak, ichinglarda muammosi bor deb, yoki shu qorningiz chiqib ketgan bo'lsa, osilgan bo'lsa, tizza tirsaklaringizda, bo'yningizda qorayishlar, papillomalar, qizil hollar, xullas sizni tashqi ko'rinishingizdan kelib chiqib, sizdagi qanaqa muammolar, ya'ni semizligingizni keltirib chiqarayotgan sababini aniqlash mumkin. Endi bundan ham chuqurroq sizdagi o'sha muammoni 100% aniqlashga zo'r yordam beradigan narsa bu albatta analiz tekshiruvi hisoblanadi. Analiz topshirgan paytingizda aniq bo'ladi. Demak, o'sha ichki organlaringizda qanaqa o'zgarishlar bor, buyragingizda bo'lishi mumkin. Bu semizligingiz sababi o'sha buyrak yaxshi ishlamayotgani hisobiga отекlar, shishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin, yoki o'sha jigaringizda yog' bosishi, undan tashqari qalqonsimon bez gormonlaringiz qanaqa ishlayapti. Xullas, ichki organlaringiz holati aniqlaniladi. Gormonlaringiz, yetishmovchiliklar, hammasi organizmingizda qanaqa yallig'lanishlar borligi hammasi analiz tekshiruvi orqali ko'riladi va shu orqali sizdagi o'sha semizligingizni keltirib chiqarayotgan muammo aniqlaniladi. Muammo aniqlandi. Misol uchun, sizdagi o'sha semizligingizni sababi gormonlardan bo'ldi. Gormonlardan bo'ldi. Siz o'sha ozish uchun har qanaqa usullarni qilsangiz ham ozmayotganingiz aniqlandi. Endi analiz topshirilgandan keyin muammo aniqlandi. Endi unga ikkinchi qadam lecheniya qilish kerak bo'ladi. Endi siz o'sha analiz topshirgan paytingizda semizligingizni keltirib chiqarayotgan sabab bu gormonlaringizdan bo'ldi. Misol uchun, yog'i to'playdigan gormon sizda 4 barobar oshib ketgan, yoki o'sha yog'i yoqib beradigan, yog'i eritib beradigan gormoningiz juda ham past chiqdi. Lecheniyada nima qilinadi? Shunda olinadi, o'sha yog'i to'playdigan gormoningizni normaga keltiriladi. Yog'i to'playdigan gormoningiz normaga kelgandan keyin bo'ldi, yegan, ichgan mahsulotlaringiz faqatgina yog'ga aylanvermaydi-da, sizga kuch, quvvat, energiya berishni boshlaydi va sizni o'sha organizmingizda ozish rejimi yoqiladi va eng kulminatsion joyi ham shunda. Analiz va lecheniyada. Mana shu ikkita qadam sizni 70% natijangizni hal qiladigan narsa. Analiz topshirdingiz, muammo aniqlandi, muammongizga yechim, ya'ni lecheniya oldingiz. Yoki analiz topshirgan paytingizda sizda o'sha semizlik emas, balki semizman deb yurgan bo'lasiz, lekin tanangizda umuman yog' emas, balki suv bo'lishi mumkin. Ya'ni shish sababi bo'lsa, bu bo'lishi mumkin buyraklardan. Agar buyraklaringizni hisobiga shish bo'layotgan bo'lsa, bu yoqda gormonga ham tegishingiz kerak emas, yetishmovchilikka ham tegishingiz kerak emas. Shunchaki buyrakni davolashingiz kerak bo'ladi. Buyrakni davolaganingizdan keyin bo'ldi, sizni tanangizda suvlar yig'ilmaydi, shishlar bo'lmaydi va shu o'zi pochkani lecheniya qilishingizni hisobiga tanangizdagi hamma shishlaringiz, misol uchun 10 litrlab, 15 litrlab suvlaringiz chiqib ketadi.
bo'ldi. O'shaning uchun bu individual narsada. Kimdadir ichki organlarida muammo bo'lishi mumkin. Kimdadir o'sha semirishning sababi gormonlardan bo'lishi mumkin. Kimdadir umuman ichiklaridan bo'lishi mumkin. Ichiga to'la musor bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ichiga to'la zamburug' kandidalar bo'lib ketishi mumkin. O'shaning uchun birinchi navbatda analiz va lecheniya. Ana endi mendan analiz va lecheniya olgan o'quvchimni fikrlarini eshitamiz. Omina opamlar, mani kurs ishtirokchim, 2 oylik mening ideal qomatim kursida ishtirok etganlar. Omina opa, mana shu kursda ishtirok etishingizdan oldin sog'lig'ingizda, qomatingizda qanaqa muammolar bor edi? Xo'p, avvalambor birinchi bo'lib sizga rahmat. Sog'lig'imda eng katta muammoim shu oyog'im qattiq og'rirdi. Ko'rsatmagan doktorim, lechenialarim qolmagan. Hammasiga borardim. Eng birinchi muammoim ves. Og'ir vesim bor edi. Почти 120 kiloga yaqin vesda bo'lganman. 110, 118 shunaqa. Pastga hech ham tusha olmasdim. Faqat tepada yurganman, pastga tushilmagan. Og'ir ves, charchoq, uyqu yo'q. Kechasi bilan ertalabgacha uxlamasdim. 3-4 gacha o'tirib chiqardim. Nimaga? Uyqum kelardi, oyog'im og'rirdi. Hammaga bostirib chiqardim, bosib qo'yinglar, ezib qo'yinglar, og'riyapti. Bilasizmi qanaqa og'riq? U og'ruvchi et bo'lmaydigan og'riq. Ya'ni butun oyog'ingizni ichidan nimadir uzilgandek tortib og'rirdi-da, juda qattiq og'rirdi. Keyin sizni kursingizni eshitdim, yaqinimdan bitta yozilib ko'ray dedim, yozildim. O'sha analizda sizga shunaqamni aytdim. Siz birinchi podozreniya qilganingiz sizda revmatizm emasmi dedingiz. Shu gapingizni hali hech kim bunaqa demadi. Mabodo sizda revmatizm emasmi? Bitta rema proba ham topshiring dedingiz. Haqiqatan topshirsam rema probam baland chiqdi. Revmatizmning eng yuqori darajasi ekan. Buni lecheniya qilmasdan hech qanaqa dori ta'sir qilmas ekan. Keyin siz aytdingiz, revmatizm chiqdi sizda. Haqiqatan rema probingiz o'ta baland dedingiz. Bu og'riq bilan qanaqa yuribsiz? Biz kolosavoylarimiz bor siz bilan yozishgan. Yurganingizga ham rahmat dedingiz. Tag'in ham keyin sразу lecheniya yozdirib berdim. Iltimos qildim. Nima deb iltimos qildim? Chunki kursda odam ko'p edi. Birinchi bo'lib menga yozib bersinlar. Chunki og'rig'im kuchli. Birinchi bo'lib menga yozib berdingiz. Hammasini o'sha batlar, vitaminlar, aptekadan dori ham yozib berdingiz. Nimaga? Chunki rema juda baland edi. Siz aytdingizki, bitta men bilan konsultatsiya bo'lmaydi. Boshqa vrachlar bilan ham konsulyum qilib, ko'rib sizga javob etadilar. O'shaning uchun ozgina kutasiz, Omina opa dedilar Oybarchan. Bo'pti dedim, lekin Oybarchan harakat qildilar. 2 kunda уже menga javobini jo'natdilar. Что siz yozib bergan lecheniyalarningiz hammasini boshladim. Qunt qildim, boshladim. O'sha uxlashni birinchi normaga qo'ydim. Uxlash 10, kakishlik 10. Hamma idish tovolarimni ham shunday tashab uxlashga o'tdim. Hech qayerga qaramadim, hech kimga qaramadim. Dorilarimni ichdim vaqtida, hammasini ichib, mana hozirgacha men bergan shu dorilaringizni ichyapman, batlaringizni ya'ni. Batlaringizni ichyapman. Har kuni 10 ming qadam yurishim bor. Haftada 3 marta fitnessga chiqaman, zalga chiqaman. Oldin zalga chiqardim. Yurardim, lekin oyog'im og'rirdi. Hozir yugurib ketaman. O'zingiz ko'rdingizki, o'tganimda yugurib kelyaptilar. Yugurib ketyapman, ya'ni yugurib yuribman, ya'ni charchog'im yo'q. Yotoqchilab olardim. Yotib, charchab, yotib, keyin shunaqa uyum. Agar o'sha rasmlarim turgan bo'lsa, sizga yana tashab beraman. Sochim to'kilardi. Mana shu uyum, qovuch. Men kal bo'lib qolman deb o'yladim. Men yana o'yladim, bir nima yomon kasal bo'lib qoldim. Sochim to'kilyapti, уже всё. Yuzimga dog'lar tushishni boshladi. Katta dog'lar. Bu o'tizdan dedingiz. Chunki o'tiz yo'q ekan, o't qopni oldirgansiz. Chunki o't qopni oldirgansiz. Shuni hisobiga sizda o't qop dimlanish, jigar qiynalyapti dedingiz. Va siz menga o'sha artishok yozib berdingiz, yana ana tutka yozib berdingiz. O'sha tutka zo'r ekan, shu tutkalarni yozib berdingiz. Hozirgacha ichyapman. Va mana hozirgi natijam 118,5 kilodan 88 kiloga tushdim. Zo'r. 118 20 kilodan ko'p vazn tashladingiz. 25 ga yaqin tashladim. 25 kiloga yaqin tashladim. Xuddi shu o'quvchim kabi analiz va lecheniyalar orqali gormonlarini to'g'irlab, juda ham kam fursat davomida katta natijalarga erishish mumkin. Aytib o'tganimdek, ozishda, sog'lom bo'lib yurishda gormonlarning ahamiyati juda katta. Gormonlarni bilamiz, misol uchun erkaklarda testosteron bu erkaklarning lider, eng asosiy gormoni hisoblanadi. Va kimda o'sha erkaklarda shu testosteron gormoni tushib ketadigan bo'lsa ham, bunda o'sha erkaklarda mushak to'qimasi kamayib ketadi-da, qornilari, presslari hammasi ketadi-da, yog' qo'shilishni boshlaydi. Ko'krak chiqadi, qorin chiqadi. Keyingisi bo'lsa bu insulin.
Agar siz tez ovqatlanadigan bo'lsangiz, ayniqsa shirinliklarga, uglevodlarga bo'lgan xohish yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu ham katta ehtimolda sizda o'sha insulin gormoningiz oshib ketganidan. Insulin oshib ketadigan bo'lsa ham, sizni mana shu ichadigan suvimizdan tashqari, любой o'sha shirinlik yeymizmi, ichimlik ichamiz-mi, ovqatmi, salatmi, xullas suvdan tashqari nima yeydigan bo'lsangiz, insuliningiz ko'tarilgan bo'lsa, hammasi faqatgina zaxira yog'lariga aylanadi. Keyingisi bu kortizol. Misol uchun kortizol gormoni ham bizani o'zolmasligimizga katta ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni kortizol gormoni hammamiz biladigan bu stress gormoni. Stress gormoni qaysidir ma'noda bizga kerak, lekin doimiy ko'tarilib baland bo'lib yurishi bu bizani o'sha qornimizga ayniqsa organizm himoya sifatida qorin atrofiga yog'larning yig'ilishiga olib keladi. Prolaktin gormoni, kelinglar mana shu hamma gormonlarni aytyapman, prolaktinga yana ham chuqurroq to'xtalamiz. Sizda o'zi gormonlaringizda buzilishlar bormi, yo'qmi, shuni siz belgilar orqali ham aniqlab olsangiz bo'ladi. Keling, hammamiz hozir birgalikda tekshiruvdan o'tib olamiz. Keling, birinchi navbatda erkaklardan boshlaymiz. Agar qarang, sizda prolaktin gormoni oshadigan bo'lsa, erkaklarda nimalar bo'ladi? O'zi prolaktin gormoni umuman erkaklarga mos bo'lmagan gormon hisoblanadi. Prolaktin gormoni faqatgina ayollarni ham faqatgina o'sha homilador va emizikli paytida ko'tarilgan bo'ladi. Lekin emizmaydigan ayollarda ham, ayniqsa erkaklarda umuman prolaktin gormoni ko'tarilgan bo'lishi kerak emas. Agar prolaktin gormoni erkaklarda ko'tariladigan bo'lsa, birinchi navbatda soch o'rtasidan boshlab shu sochli to'kilishni boshlaydi. Undan tashqari erkaklarda ko'krak chiqishi, umuman xunuk bo'lgan erkaklarga to'g'ri kelmaydigan narsa bu qorinni chiqishi, doimiy asabiy bo'lib qolishi va eng yomon tarafi bunda o'sha jinsiy zaiflik, erkaklik quvvatini tushib ketishi, o'ziga bo'lgan ishonchni tushib ketishiga olib keladi. Bittagina prolaktinni ko'tarilib ketishi. Va prolaktin gormoni erkaklarda oshadigan bo'lsa, bu kontrast testosteron gormonini, erkaklik gormonini tushib ketishiga olib keladi. Ko'pchilik erkaklar shu narsani eshitishdan ham o'zi qanaqadir uyaladi. Shu narsa bo'ladi. Baribirga ham o'sha erkak kishi umrida bir marta bo'lsa ham andrologga, urologga boradi-da. Bu o'zi uyatli narsa ham emas va buni yechimi juda ham oddiy va oson. Agar sizda o'sha aytilgan belgilar bor bo'ladigan bo'lsa, sochingiz to'kilyapti, ko'kragingiz shishib ketyapti, ozolmayapsiz, qorningiz shishib ketgan, jinsiy zaiflik bor, libido tushib ketgan. Agar shu belgilar bor bo'ladigan bo'lsa, testosteron tushib ketgan bo'lsa, bo'ldi, bittagina prolaktinni lecheniyasi bor. Shu prolaktiningizni tushirsangiz, testosteroningiz oshadi. Prolaktiningizni tushirsangiz, sochlaringiz to'kilish to'xtaydi. Qorin ketadi, ko'krak ketadi va eng asosiysi jinsiy quvvatingiz ortadi. Endi ayollarda prolaktin gormoni oshganini qayerdan bilish mumkin? To'g'ri, agar siz analiz topshiradigan bo'lsangiz, prolaktinga topshiradigan bo'lsangiz, o'shanda aniq bo'ladi, ayollarda ham, erkaklarda ham. Va men o'zim ham o'sha o'quvchilarimga aytaman, analiz topshiramiz deyman. Analiz topshirishadi. Analiz topshirganingizda aniq bo'ladi, qancha darajada sizni prolaktin gormoningiz oshgani. Endi analiz topshirishdan oldin belgilar orqali ham aniqlab olsak bo'ladi. Ayollarda, emizikli bo'lmagan ayollarda prolaktin oshganini birinchi eng asosiy belgisi bu ko'kragidan sut keladi yoki ajralma ajraladi. Hozir o'zingizda ham sinab ko'rsangiz bo'ladi. Ko'kragingizni oling, o'ng ko'kragingizni yaxshilab siqing, chap ko'kragingizni oxirigacha siqing. Agar ozgina bo'lsa ham ajralma ajraladigan bo'lsa, suyuqlik ajraladigan bo'lsa, men bemalol aytishim mumkin, 100% aytishim mumkin, sizda haqiqiy gormonal buzilish bor, ya'ni prolaktin gormoningiz oshib ketgan. Bundan tashqari, ayollarda prolaktin gormonining oshib ketganini belgilari bu yana nimada namoyon bo'ladi. Soch oldindan boshlab to'kilishni boshlaydi, qorin chiqish
chiqib ketishni boshlaydi va ayollarda ham agressiv stress bo'ladi. Agar siz yaqin orada bolalaringizga baqirib yuborayotgan bo'lsangiz, urib yuborayotgan bo'lsangiz, bu ham o'sha sizdagi gormonlarning buzilishidan, prolaktiningiz oshganidan bo'lishi mumkin. Keyingi, ya'ni eng asosiy prolaktin oshganini ayollardagi belgisi bu hayzni vaqtida kelmasligi. Agar hayzingiz kun-kuniga vaqtida kelmaydigan bo'lsa, bu ham o'sha prolaktinni oshganidan. Va prolaktinni oshgan ayollarda homiladorlik juda bo'lishi ham qiyin bo'ladi. Prolaktin oshishi hozirgi kunda o'sha polikistoz, birlamchi, ikkilamchi bepushtlikligi ham katta sabab bo'ladi. Xo'p, bu ko'ryapsizmi? Mana shu prolaktiningizni tushirmagunizcha, mana shu hammasi testosteron, insulin, hamma gormonlaringizni normaga keltirmagunizcha, siz qancha harakat qilsangiz ham baribirga ham ozish, baribirga ham yog'laringizni erishi hech qachon bo'lmaydi. Shuning uchun gormonlarni birinchi navbatda to'g'rilab olish kerak. 4-qadam bu ichki organlarni tozalash. Qarang, siz o'sha analizni topshirdingiz, muammo aniqlandi, lecheniyani boshladingiz, gormonlaringizda o'zgarishlar chiqdi. Xullas, shu muammolaringizga lecheniya qilib dori, darmon yoki vitaminlar, qo'shimchalar yoki o'zingizga to'g'ri kelgan ratsionda ovqatlanishni boshladingiz. Lekin agar sizni ichki organlaringiz, ayniqsa ichiklaringizda bakteriyalar, zamburug'lar yoki xullas shillaq toksinlar bosib yotgan bo'lsa, shillaq toksinlar bor bo'ladigan bo'lsa, sizni qabul qilayotgan shu dorilaringiz, vitaminlaringiz, yeyotgan, ichayotgan mahsulotlaringizdagi oqsil vitaminlar yaxshi so'rilmaydi. Aytishim mumkinki, ichiklaringizni tozalamasdan turib, qilayotgan barcha lecheniyalaringiz besamar, natijasiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta ichki organlarni bitta tozalab oladigan bo'lsak, hamma toksin musorlarni tozalab, bakteriyalarni bartaraf qiladigan bo'lsak, o'shandan keyin olayotgan lecheniyalarimiz yaxshi, samarali natija berishni boshlaydi. Misol uchun, menda o'sha o'quvchilarim orasida ko'pchilikda qabziyat muammosi bezovta qiladi-da. Men ularga o'sha ishni birinchi navbatda ichiklaridan boshlashni aytaman. Ichiklariga lecheniya yozib beraman va 3 kundan to 5 kungacha bo'ldi. 20 yillab o'sha qabziyatdan, ich qotish muammosidan qiynalayotgan o'quvchilarim 3-5 kunning o'zida qabziyat muammosidan qutulishadi. Qachonki qabziyatdan qutuladigan bo'lsangiz, ichlaringiz yaxshi keladigan bo'lsa, hamma toksin unsurlaringiz ketadigan bo'lsa, o'shandagina lecheniya zo'r bo'ladi. Keyingisi bo'lsa, bu yog'liqqina ovqatlanish. O'rtoqlar, iltimos, ozaman deb qiyin yo'lni tanlamanglar. Qiyin yo'l, zo'r yo'l, natijali yo'l degani emas. Ozish uchun ortiqcha harakat, ortiqcha xarajat qilish hojati yo'q. Yog'liqqina ovqatlaning. Ozaman deb parlangan ovqatlar yemang. Chunki qancha biza o'zi yog'larni ham har xili bor. Men shu darslarimda ham, kurslarimda ham aytaman, bu foydali yog'lar, sizni ozdiradi. Jizza, dumbala deyman. Bu zararli yog'lar, bu trans yog'lar, buni yemaymiz deyman. Xo'p, endi foydali yog'larni qancha siz normada yeydigan bo'lsangiz, birinchi navbatda bizani yog'imizni eritib beradigan gormonlar imенно yog'da ishlab chiqariladi. Shuning uchun ozishimiz uchun, gormonlarimizni normaga keltirish uchun yog'li ovqatlanishni ahamiyati juda katta. Keyingisi, agar biz qachonki normada foydali yog'larni iste'mol qiladigan bo'lsak, o't qopi yaxshi qisqaradi, safro yaxshi ajraladi, qabziyatlar yo'qoladi. O't qopi yaxshi ishlagandan keyin yuzlar tiniqlashadi. 4-si bu albatta agar biz normada foydali yog'larni iste'mol qiladigan bo'lsak, zo'r to'qlik hissida yuramiz. Ochlik hissi bo'lmaydi. Ochlik hissi qachon bo'ladi? Qachonki biz bochkalar, shunaqa uglevodchalarni yeydigan bo'lsak, tez-tez qorin ochish bo'ladi. Lekin misol uchun ikkita shashlikni dumbalari bilan yeydigan bo'lsangiz, kun davomida to'qlik hissida yurasiz. Shuning uchun ozayotgan paytda, gormonlarni to'g'rilayotgan paytda yog'li, mazali ovqatlanishni ahamiyati juda ham katta. Shuning uchun 5-qadam bu eng asosiylardan biri hisoblanadi. Oxirgisi va 6-si bo'lsa, bu yetishmovchiliklarni to'ldirish.
hayron bo'lishingiz mumkin, lekin rostdan ham agar kimda yetishmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, u insonda ozish jarayoni bo'lmaydi. U inson sog'lom ham hisoblanmaydi. Misol uchun, bittagina elementni olaylik, bir donagina xrom elementini olaylik. Agar sizda xrom elementi yetishmaydigan bo'lsa, sizda shu bitta element yetishmaganini hisobiga, endi buni ham tekshiriladi, yetishmaganini hisobiga uglevodlarga bo'lgan xohish yuqori bo'ladi. Va xrom elementi yetishmaganini hisobiga ham yegan ichgan mahsulotlaringiz zaxira yog'ga aylanadi. Agar sizda yetishmovchilik bo'lmaganda edi, sizni yegan ichgan mahsulotlaringiz zaxiraga emas, balki energiyaga, sizga kuch, quvvat, energiya bergan bo'lardi. Yoki anemiyada ham xuddi shunaqa. Qanaqasiga anemiya odamlar o'zi ozg'in bo'ladi-ku deb tasavvur qilishingiz mumkin. Yo'q. 70% именно ortiqcha vazni bor insonlarda anemiya bo'ladi. U semizman degani bu baquvvat sog'lomman degani emas. Ayniqsa o'sha semiz insonlarda immuniteti ham past bo'ladi, anemiya bo'ladi, yetishmovchilik bo'ladi. Va anemiya bo'ladigan bo'lsa, T3dagi qalqonsimon bez gormonlaridagi o'zgarishlarga olib keladi. Bu yetishmovchiliklar to'g'ridan-to'g'ri gormonlarni buzilishi bo'lsa, bizani vaznimizni ortishiga, moddalar almashinuvini sekinlashishiga olib keladi. Shuning uchun biz birinchi navbatda shu hamma tanamizdagi qanaqa yetishmovchiliklar borligini aniqlab, ularni hammasini to'ldirishimiz kerak. Qachonki to'ladigan bo'lsa, o'shanda bizani o'sha organizmimiz har xil mahsulotlarni, shirinliklarni, zararli ichimliklarni talab qilmaydi. Aynan shu sanab o'tgan 6 ta qadamim orqali o'quvchilarim natijaga qiynalmasdan erishgan va shu o'quvchilarim orasidan bittasini hozir fikrlarini eshitamiz. Sevara opa, assalomu alaykum. Sevara opa, bu kursda qatnashishingizdan oldin holatingizda, sog'lig'ingizda, tashqi ko'rinishingizda qanaqa o'zgarishlar bor edi? Ortiqcha vazn bilan bu guruhga qo'shilganman. Asosiy muammo shu bo'lgan. Oxirgi 1 yil ichida ortiqcha vazn yig'maganim uchun siz guruhingizga qo'shildim. Yana boshqa dietologlar bor. Ismoilova bor, siz borsiz, yana boshqa dietologlar bor, lekin ichida o'sha sizni tanladim nimagadir. Biz ham endi anaqa SMMda videolar olamiz, reklama qilamiz, o'shanda juda ham kattaman-da. O'sha turtki bo'lgan. Demak, chetdan qaraganingizda, demak, qomatingiz qaraganimda videolarim o'zimga yoqmaslikni boshlagan o'sha. Ikki men yana nima haqida gapiryapman, o'sha ayollarning ko'ylagi, qomati to'g'risida gapiryapman. O'zim shunaqa ko'ryapman. Bu to'g'ri kelmaydi-yu endi. Gapirayotgan gapimga o'zim соответствовать qilishim kerak. O'shaning uchun соответствовать qilish uchun shu dieta qilmasam bo'lmaydi, ozmasam bo'lmaydi degan qarorga keldim. Sog'lig'ingizda qanaqa muammolar bor edi? No endi sog'lig'imdami? Menda постоянно charchoq bor edi. 24 ga yetdi. Hozir uxlab tursam ham charchoq bor edi. Men to'g'risini aytsam, endi mubolag'a emas-u, lekin o'sha individualniy podxod qilib, har bitta odamni analizini tekshirib, har bitta odamni o'ziga individualniy bat, vitamin, mineralni yozib berganinglardan keyin birinchi kuni men o'shani ichganimdan keyin shahlo kuratorimizga yozganman. Bu batmi yoki motormi deb. Birinchi kundan menda shunaqa zo'r ishlagan. Sochlarim to'kilardi, tirnog'im sinib ketardi. Tirnog'im sinib ketardi. Hozir tirnog'im ham umuman sinmaydigan bo'lgan, sochlarim juda ham kam foizda to'kiladi. Aynan shu o'quvchilarimdagi natijaga qiynalmasdan erishish uchun 3 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchisi bu albatta nazorat. Ozish jarayonida nazoratni faqatgina shifokor qilish kerak bo'ladi. Chunki ozish jarayonida har xil holatlar bo'lib qolishi mumkin. Aynan shu xatolar bo'lmasligi uchun yoki qaysidir nuqtaga kelib motivatsiya tushib qoladigan bo'lsa ham oxirigacha yetib borish uchun qo'llab-quvvatlash va nazorat kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu analiz va lecheniyalar. Aytib o'tganimdek, analiz topshirasiz, muammo aniqlanadi va unga to'g'ri yechim lecheniya qilinadigan bo'lsa, qiynalmasdan yog'liqqina ovqatlanib turib, oxirigacha borib natijaga inshaalloh 100% erishishingiz mumkin. Keyingisi bo'lsa, bu tayyor shablon, qo'llanma va materiallar. Agar siz shu shablonlaringiz, materiallaringiz, qo'llanmalaringiz oldindan o'zingizda bo'ladigan bo'lsa, siz ertaga o'zayotgan paytda nimalar qilishni paytabni bilasiz. Ya'ni qo'lingizda hech narsa bo'lmasdan ertaga nima qilishni
qanaqa davom ettirishni bilmaydigan bo'lsangiz, birinchidan shu narsani siz boshlamaysiz ham, agar boshlasangiz ham nima qilishingizni bilmaganingizdan keyin katta ehtimolda tashlab qo'yasiz. Aynan shu tashlab qo'ymasligingiz uchun ham sizda o'sha to'liq kunma-kun nimalar qilishingiz kerakligini hammasini ko'rsatib turadigan sizga tayyor material, qo'llanma va shablonlar kerak bo'ladi. Mana shularning hammasi mening ideal qomatim kursimda bor. Nimaga mening ideal qomatim? Aynan o'sha semizligi bor, ortiqcha vazndan qiynalib kelayotgan, gormonlarida buzilishi bor insonlar aynan shunaqa natijaga erishishligi uchun ham mening ideal qomatim deb nom berganman. Mening ideal qomatimda birinchi navbatda nima sababdan semirib ketayotganingizni muammoni ildizi aniqlaniladi. Va shu muammoingiz bartaraf qilinadi va gormonlaringiz to'g'irlanganini hisobiga ozish jarayoni boshlanadi. Undan tashqari mazali, to'yimli, yog'liqqina ovqatlanish orqali siz qayta semirmaydigan bo'lib, ozishingizga yordam beradigan kurs. Xo'p, endi kursim ichida nimalar bo'lishini aytib o'tadigan bo'lsam, kursim ichida modullar bor. Birinchi modul bu kursga tayyorlov moduli. Bu modulda birinchi qadam analiz lecheniya albatta bo'ladi. Undan tashqari sizga to'g'ri bozorlik qilishni o'rgatib qo'yaman, ya'ni darslik beriladi. Bu darslik orqali uyingizga faqatgina to'g'ri, foydali mahsulotlarni tanlash, olib kelishni o'rgataman va uyingizga tabiiyki foydali mahsulotlar kelgandan keyin ovqatlaringiz ham faqatgina tabiiy mahsulotlardan, foydali mahsulotlardan tayyorlaysiz va sizda ortiqcha vazn muammosi bo'lmaydi. Bundan tashqari, ortiqcha harakat, ortiqcha xarajatlarsiz uyingizdagi bor mahsulotlardan mustaqil ratsion tuzishni ham o'rgatib qo'yaman. Va birinchi modulni o'zidayoq siz zararli odatlaringizdan voz kechishni boshlaysiz. Misol uchun, rangli ichimlik ichasizmi, kola, fantami kamaytirishni boshlaysiz. Ya'ni zararli odatlaringizdan qutulishni va foydali odatlarni shakllantirishni boshlaysiz. Natijada o'sha aytib o'tganimdek mustaqil ratsion tuzishni o'rganib olasiz va foydali odatlarni shakllantirasiz. Endi ikkinchi modulga keldik. Ikkinchi modul bu adaptatsiya haftaligi hisoblanadi. Bu adaptatsiya haftaligidan boshlab bizning asosiy darslarimiz boshlanadi. Bu yog'iga уже har kunlik men tomonimdan o'zim tayyorlagan menyularni, video retseptini beraman. Bu beradigan menyularim ham hammasi o'sha sizdagi defitsitliklarni to'ldirish uchun, kletchatkaga boy bo'ladi, ichiklaringizdagi muammolarni yo'qotish uchun, ya'ni gazlarning to'planishi, meteorizm, qabziyatni yo'qotish uchun maxsus o'sha foydali bo'lgan menyularni beraman. Oqsillarni to'ldirganingiz hisobiga quvvatingiz, energiyangiz oshadi, taring ozishingizga yordam beradigan, yog'liqqina, qancha yog' yeydigan bo'lsangiz, shuncha kuchingiz, quvvatingiz, gormonlaringiz yaxshi ishlaydi. Va asosiy darsimizdan boshlab biz haftasiga 2 martadan to 5 martagacha jonli rastyashka va kardio mashg'ulotlari bilan shug'ullanamiz. Va bu mashg'ulotlarni ham o'zim sizga ko'rsatib shug'ullantiraman. Va siz birinchi haftani o'zidayoq 7 kunning ichida energiyangiz oshganini, quvvatingiz oshganini sezasiz va ichki organlaringizda, ayniqsa ichiklaringiz bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qabziyat, shu kabi shu yuzlaringizdagi dog'lanishlar hammasi kamayadi. Ayniqsa qabziyat birinchi haftani o'zida yo'qoladi. Undan tashqari, birinchi haftadan boshlab sizni har bitta holatingiz, qancha vazn tashlayapsiz, nimalar qilyapsiz, qanaqa lecheniya qilyapsiz, hammasini xuddi klinikaga o'xshab sizni o'sha holatingiz yozib boriladi. Anketa ochiladi va o'shanga yozib boramiz. 3-haftamiz bo'lsa, bu yog'larni eritish haftasi hisoblanadi. Nimaga 3-haftani yog'larni eritish haftasi deb nomlaganman? Sababi siz o'sha analiz lecheniya qilyapsiz, gormonlaringiz to'g'irlanyapti, men aytgandagi ovqatlanyapsiz, kompleks yondashyapmiz, jismoniy mashqlar bilan jonli shug'ullanyapmiz va tabiiyki 3-haftaga kelib jadal sizni yog'laringiz erishni boshlaydi. Ayniqsa qorindagi, bo'ksadagi yog'laringiz erishni boshlaydi va shu yog'laringiz ketishi uchun sizga o'sha darsliklar ham beriladi. Natijada sizni ancha yillardan beri qiynab kelayotgan, eskirgan, sariq, charva yog'laringiz erishni boshlaydi. Keyingi haftamiz bu detoks haftaligi. Bu detoks haftaligida hattoki mana o'quvchimni ham ko'rdingiz, 9 kilo vazn tashlaganlar. Bu ham vazn tashlashga zo'r va eng asosiysi butun organizmingizni tozalaydi. Ayniqsa ichiklaringizni zo'r tozalab beradi. Hamma o'sha parazitlar,
gijja, lambleli, bakteriyalar, zamburug'lar, hidlanishlar hammasi ketadi. Yuzlaringiz tiniq bo'ladi. Ichingiz qancha toza bo'lsa, yuzingiz tiniq bo'ladi. Ajinlik ketadi. Yengil bo'lasiz. Organizmingizdagi necha yillar davomidagi hamma bakteriya, parazitlar, zamburug'lar hammasi yo'qoladi va sizda shirinlikka bo'lgan, uglevodga bo'lgan xohish yo'qoladi. Keyingi haftamizda, ya'ni keyingi modulimizda bu gormonlarni muvozanatini to'g'irlash haftaligi bo'ladi. O'zi har bitta hafta bitta muammoni yechimini qilishga qaratilgan bo'ladi. Bu haftada faqat biz gormonlar bilan ishlaymiz va gormonlar bilan ishlashimizga bitta mana emas, balki o'sha ginekolog ayollar uchun, erkaklar uchun androlog bilan birgalikda darsliklar beriladi. Shu aytib o'tganimdek, erkaklar hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham o'sha urologga, andrologga borishadi. Shu barcha urologga beradigan savollaringizni urologimizga berib, hamma savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Ayollarimizda ham o'sha hayz vaqtida kelmasligi, klimaks, o'sha terlab ketishlar, holsizlanishlar, jinsiy organlar, jinsiy gormonlar bilan bog'liq bo'lgan hamma savollaringizga ginekologimiz tomonidan javob olsangiz bo'ladi. Va natijada mana shu haftadan keyin ham ayol bo'ladimi, erkak bo'ladimi, gormonlari to'g'irlanadi. Va bu haftani bittagina minus tarafi bor, ko'pchilik homilador bo'lib qoladi, chunki gormonlari to'g'irlanganini hisobiga. Keyingi haftamizda bu yetishmovchiliklarni to'ldirish haftasi. Uje biz yetishmovchilikni hammasini to'ldirishimiz kerak. Soch to'kilyaptimi, holsizlanish bormi, charchoq bormi, anemiya bor ekan, demak anemiyani to'ldirdik. Anemiyadan qutulganimizdan keyin kuch, energiya oshadi. Misol uchun sizda suyak yemirilishlari boshlanyaptimi, oyoq og'ruvlari bo'lyaptimi, uni to'ldiramiz. Kalsiylar, gialuronkalar, kollagenlar beramiz, oyoq og'ruvlari kamayadi, yo'qoladi. Undan tashqari o'sha ichiklaringiz bilan, tashqi ko'rinishingiz bilan, dog'lar bilan bog'liq muammolar bo'ladigan bo'lsa ham, shu yetishmovchiliklarni to'ldirganimizning hisobiga o'sha quvvatingiz, energiyangiz oshadi va ozish jarayoni yana ham tezlashadi. Natijada organizmdagi barcha yetishmovchiliklar to'ldiriladi va bu haftada men o'sha bo'yanish darslarini ham, bundan tashqari soch parvarishi, yuz parvarishi, teri parvarishi darsliklarini ham bonus qilib berganman. Hattoki o'sha soch uchun nimalar qilish kerak, qanaqa vitaminlar ichish kerak, oqarishi uchun, oqarmasligi uchun, to'kilmasligi uchun, qalin bo'lishi uchun, hattoki sulfatsiz shampunlarni tanlashni ham birma-bir ko'rsatganman. Keyingi haftamizda bu 7-hafta motivatsiya, ya'ni intizomni shakllantirish haftasi. Ko'pchilik 7-haftaga kelib 15 kilolab vazn tashlab olishadi-yu, voy bo'ldi, men ozib oldim, ozarkanman, o'rganib oldim deb tashlab qo'yishligi mumkin. Aynan shunaqa holat bo'lmasligi uchun biz mana shu haftaga psixologimizni ham jalb qilganmiz. Psixolog bilan birgalikda ozishimizga to'sqinlik qiladigan psixologik barcha baryerlarni olib tashlab, yana ham bundan ham ko'proq natijalarga erishishimiz uchun motivatsiya, shu o'quvchilarimizni qo'llab-quvvatlash haftaligini qilamiz. Keyingi hafta bu o'zini sevish, baxt gormoni, ichki ishonchni oshirish haftaligi hisoblanadi. Bu haftaga kelib siz deyarli 15-17 kilo vazn tashlab olgan bo'lasiz. 2-3 ta razmerga kichraygan bo'lasiz. Tabiiyki, vazni bor insonlarda, ayniqsa ayollarda semirib ketgan hisobiga rasmlarga tushishdan uyaladi. Uni qo'shnisi o'sha to'y hashamga borishdan uyaladi yoki magazinga kirganda unga to'g'ri keladigan kiyimlar sig'magandan o'ziga bo'lgan ishonch tushib ketadi. Tabiiyki, o'sha oz olganingizdan keyin o'zingizni sevishni boshlaysiz, to'y hashamga borishni boshlaysiz, rasmlarga tushishni boshlaysiz, magazinga kirsangiz, kiyimlar chiroyli sig'ishni, chiroyli turishni boshlaydi. Tabiiyki, o'zingizga bo'lgan ishonch, o'zingizni sevishni boshlaysiz. Keyingi modulimiz bo'lsa, bu sog'lom turmush tarzini hayot tarziga aylantirish. Ya'ni 8 hafta davomida o'rgangan barcha bilim ma'lumotlarimizni, vazifa topshiruvlarimizni hayot tarzimizga aylantiramiz. O'shandagina kursdan keyin ham bizda ham sog'liq bo'yicha, ham qomat bo'yicha muammolar bo'lmaydi. Misol uchun kurs davomida 20 kilo vazn tashlab oladigan bo'lsangiz, o'rganganlaringiz bilan davom etadigan bo'lsangiz, 30, undan ham ko'p, 50 kilogacha, undan ham ko'p vazn o'ynab kulib tashlab olsangiz bo'ladi. Eng oxirgi haftada siz bilan o'sha yo'qotgan vazningizni ushlab turishni, ya'ni vaznni qotirishni, qayta semirmaslikni hamma sirlarini o'rgataman va kurs oxiriga kelib siz bilan jonli
uchrashuvda, ya'ni seminarda ko'rishamiz, uchrashamiz, diydorlashamiz. Natijada siz semizligingizdan 10 baravarga tezroq, oson qutulasiz. Gormonlaringiz to'g'rilanadi, mazali, yog'liqqina ovqatlanasiz, cheklovli bo'lmaydi, osilmasdan asosiysi ozasiz, jinsiy muammolardan qutulasiz, organizm to'liq zaharlardan tozalanadi va qayta semirmaydigan bo'lib, qiynalmasdan ozasiz. Gormonlaringiz ham, ichiklaringiz ham to'g'rilanadi. O'zim ham jarayonda nazorat qilaman. Bundan tashqari, sizni o'zimda o'qigan o'quvchilarim, ya'ni shogirdlarim sizni nazorat qilishadi. Har bittaligi oliy ma'lumotga ega bo'lgan vrachlar va har bittaligi mingdan ortiq o'quvchilarni natijaga olib chiqqan kuratorlar sizni nazorat qilishadi. Kuratorlarimiz ko'rinishdan juda ham muloyim ko'rinishligi bilan, lekin bu kuratorlarning qo'liga tushadigan bo'lsangiz, bu kuratorlar sizni natijaga olib chiqmaguncha qo'ymaydigan, hattoki siz bizga o'sha aytilgan vazifalarni o'sha joyida yubormasangiz ham yoki men o'rganyapman-ku deb o'sha aktiv bo'lmasangiz ham kuratorlarimiz qattiq qo'llik bilan nima qilyapsiz, nima qo'yyapsiz, qaysi joyda qiyinchilik bo'lyapti, nima yordam bering yoki o'sha vazn qotib qolishi yoki vaznni ketishi, sekinlashishi boshlanishi bilan nimalar qilishingiz kerak, qo'shimcha nimalarni qilishingiz muhimligini sizga aytib, o'rgatib, xullas 60 kun davomida sizni eng kamida 20 kiloga olishingizga, gormonlaringizni to'g'irlashga, bu kursga qanaqa maqsad bilan qo'shilgan bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan maqsadga erishishingizga bor kuchligi bilan, g'ayratligi bilan harakat qiladigan kuratorlar nazorat qilishadi. Bundan tashqari, kursimizda 60 kun bo'ladigan bo'lsa, 30 dan ortiq jonli efirlar bo'ladi. Jonli efirlar men tomonimdan bo'ladi va yana 10 ga yaqin mutaxassislarimiz bor. Ularni ham hozir tanishtiraman. Ular tomonidan bo'ladi. Undan tashqari haftasiga 2 martadan 5 martagacha o'zim tomonimdan jonli rastyashka va kardio mashg'ulotlari bo'ladi. Bu degani kun ora jonli efir bo'ladi. Bundan tashqari bu kursga O'zbekistondagi eng kuchli mutaxassis shifokorlarni ham jalb qilganman. Birinchisi bu gastroenterolog. Bilasiz, hammasi bizning ichiklarimizdan boshlanadi va shu ichiklarimizdagi muammolarni hal qilish uchun, muammolarni bartaraf qilish uchun 35 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli, oliy toifali shifokor, gepatolog, gastroenterolog tomonlaridan darsliklar va jonli efirlar bo'ladi. Bu jonli efirda siz bemalol to'g'ridan-to'g'ri konsultatsiya olsangiz ham bo'ladi. Agar sizda gastrit, eroziya, yazva, jigarlar bilan bog'liq muammolar, gepatit A, B, C, D, fibroz, sirroz, jigaringizga yog' bosgan bo'lsa yoki oshqozon osti bezi, o't qopi bilan bog'liq muammolaringiz bor bo'ladigan bo'lsa, hamma muammolaringizga jonli efirda Nigor Shohsanovna o'zlari javob berib konsultatsiya ham qiladilar. Keyingi mutaxassisimiz eko bo'yicha birinchi raqamdagi ekspert, ginekolog, reproduktolog. Siz ona bo'lasiz klinikasini rahbari Maqsudova Muhayya Mansurovna tomonlaridan jonli efir bo'lib o'tadi. Muhayya Mansurovnani oldilariga kirish uchun 6 oylab navbat kutiladi, lekin siz bu kursda qatnashishingiz hisobiga to'g'ridan-to'g'ri navbatsiz barcha savollaringizga javob va kerak bo'lsa konsultatsiyani ham olsangiz bo'ladi. Keyingi mutaxassisimiz bu xalqaro toifadagi osteopat, 17 yillik tajribaga ega Suroya Shukrullayevna tomonlaridan darslik bo'ladi. Bu darslik orqali siz qanaqa qilib qaddi-qomatlaringizni tik tutishni va qaddi-qomatlaringizni, asankalaringizni to'g'irlash orqali ichki organlaringizni faoliyati yaxshi bo'lishni, osteopatiya va massaj bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Oxirgi mutaxassisimiz yulduzli vizajist Muslima Makeup tomonlaridan to'g'ri kosmetika tanlashni va kunduzgi, kundalik, oqshomgi to'g'ri makiyaj qilishni darsliklarini qo'lga kiritasiz va bu darsliklar orqali siz kundalik qanaqa to'g'ri bo'yanishni, oqshomga qanaqa bo'yanishni hammasini o'rganib olasiz. Birinchilardan bo'lib shaxsan o'zim tomonimdan analiz va lecheniyalarni olib natijaga erishishni boshlaysiz va kurs davomida sovg'alarni yutib olish imkoniyati ham bo'ladi. Nimaga men sovg'alarni qo'yganman? Sababi o'sha siz o'sha motivatsiyangiz tushib qolmasdan, shu sovg'alarni qo'lga kiritish uchun ham yana ham ko'p harakat qilib, yana ham ko'proq natijaga erishishingiz uchun haftalik, 10 kunlik va kurs davomida aktiv bo'lganlarga, ko'p etilgan vazifalarni to'liq bajarganlarga sovg'alarni tayyorlab qo'yganman va siz keraksiz, ishlamaydigan
bilan yog'laringizni kerakli bo'ladigan texnikalarga almashtirib olsangiz bo'ladi. Bu eng asosiylaridan. Va bundan tashqari, kursimizni oxiriga kelib siz bilan jonli ko'rishamiz. Bitiruv kechasi bo'ladi va shu bitiruv kechasiga bepulga biletni qo'lga kiritasiz. U yoqda o'yin, kulgi bo'ladi. Maza qilamiz. 2 oy davomida onlayn gaplashib, qadrdon bo'lib ketadigan bo'lsak, oxirida siz bilan offlayn ko'rishib, ajoyimlashib, diydorlashib, sertifikatlar, taqdirlashlar, hammasi bo'ladi. Eng unutilmaydigan kunimiz ham aynan shu kun bo'ladi. Mening ideal qomatim kursini yilda bor yo'g'i 2 martagina qilaman. Demak, har 6 oyda bo'ladi. Hozir bu darsni yozayotgan paytimda mening ideal qomatim kursiga sotuv ochilmagan, lekin siz hozir kursga oldindan ro'yxatdan o'tish imkoniyatiga egasiz. Kursga oldindan ro'yxatdan o'tish, joyini band qilish mutlaqo bepul. Hech qanaqa to'lov qilmaysiz, lekin siz hammadan oldin joyingizni band qilganingiz hisobiga hammadan ko'p bonus sovg'alarni qo'lga kiritasiz. Eng asosiysi, eng chiroyli, eng chegirma narxida kursni olasiz va hech qayerda berilmaydigan, qiymati juda ham yuqori bo'lgan ham sovg'alar, ham bonuslarni qo'lga kiritasiz. Va sizga darsimizni boshida va'da bergan uxlab turib ozish, ya'ni kuniga yarim kilogacha hech qanaqa dieta, sportlarsiz ozish darsimni ham aynan shu yopiq Telegram kanalimda beraman. Xo'p, buning uchun siz nima qilishingiz kerak bo'ladi? Hozir pastda men ko'k havola qoldiraman. Shu ko'k havolani bosasiz va o'zingizni kontaktingizni, ismingizni kirg'izib, joyingizni band qilib olasiz va sovg'ani ham chetdan olsangiz bo'ladi. Va hozir kursga ro'yxatdan o'tayotgan paytingizda qolgan o'quvchilarimni ham kurs haqida fikrlarini eshitamiz. Tezroq ro'yxatdan o'ting, xudo xolasa mening ideal qomatim kursida ko'rishguncha. Kursga qatnashishingizdan oldin qanaqa muammolaringiz bor edi? Menda kursga qatnashishimdan oldin ortiqcha vazn, ya'ni kayfiyatlar yo'q, nima deydi? Bir hayotga bir qiziqish qolmaydi, qiladigan ishlaringizni xohlab qila olmaysiz. Ayniqsa egilishlarda, bukilishlarda, harakatlarda menda juda dangasalik, charchoqlik, uyqu normal holatda emas. Ertalab 8-10 soat uxlasangiz ham, как будто go'yoki kam uxlagandek bo'lib turardim. Asosiy muammolar mana shu edi menda. Ozgina miqdorda tanovul qilsak ham qorlarim ishib ketardi. Bu ishgan qorin keyin meni harakatimga juda ham ta'sir qilardi. Umuman kundalik faoliyatimda bir badanim mazza qilmasdi. Shu muammolar bor edi. Menimcha bu muammolar hozir ko'pchilikda bo'lgan. Bor ham deb o'ylayman. Shunaqa muammolar bo'lgan menda asosan. Endi muammolar ko'p, asosiylari mana shu bo'lgan. Bo'ldi, mana shu kursga qatnashaman, barnoslikman va tanlayman deganingizga nima turtki bo'ldi? Birinchidan, menda bu kursni yoqqan tomoni, o'zi mana 2 oy birga bo'lgan bo'lsak, gapiramasam 2 oy kam. To'g'risi, ochiqni aytaman, bu maqtash emas. Mana rasmlarimni ham ko'rdinglar, qornlarim ishib ketgan, harakatlar yo'q. Bitta narsani tushunib yetdim, haqiqatan aytganingizdek, lecheniya topshirmay turib, analiz qilmay turib, sog'lom oz bo'lmas ekan, ortiqcha vazndan qutulib bo'lmas ekan. Endi ko'pchilik qanaqa qabul qiladi? Bu aniq fakt. Men boshimdan o'tdi. Haqiqatan mana analizni topshirdik. Menda ratsionlar mana orasi ovqatlanish oralari cho'zildi, ishtaha normal holatga keldi. Men to'g'risini aytsam, 15 kilo natija qo'ygan bo'lsam bu kursda, men 20 kunlik ichida уже 12 kilo vazndan o'zim bilmagan holatda уже erish bo'ldim. Menda oldinda 40 kun turdi. Bu 40 kunda 3 kilo emas, yana bir necha kilo vazn tashlash imkoniyati bor edi. Demoqchimanki, belgilangan vazndan ko'pchilik natija ola olmayman deydi. Ortiqchasini olsa bo'lishini tushunib yetdim. Bu fakt bo'ladi ham. Masalan, men shu 15 kilo ozib oldim. Haqiqatan harakatlarim zo'r bo'ldi. Haligi sizda bir rejim belgiladingiz, mana 22:00 dan keyin yotish, kontrast dushlar, mana shular hammasi foyda berdi.